الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bir Allah hamd sana ayetiş bilen başlaymiz. Biz fakat şu zat kılı ibadet kılımız. Şu zat tili yardam ve mağfiret tilaymiz. Biz Allah'tan bizni rezillikte yirak kılışını ve şu rezillik elip gelgen eğri akıbetten saklışını tilaymiz. Allah hidayet kılgan adam hergiz azmaydı. Allah azdırgan adam hergiz necatlık erişalmaydı. Ben guvahlıq bermen ki bir Allah'tan başka ilah bir hak yoktur. Yani guvahlıq bermen ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve en ahirki peygamberidir. Andın en yaxşı söz Allah'ın sözü Kur'an-ı Kerim'dir. En yaxşı yol Muhammed aleyhisselam'ın yoludur. En yaman iş din dünyadan payda bolgan işlerdir. Hem bu bidayetler akidemizge sınıp kırıp oldu. Her bir İslam akidesi sınıp kırgan bidayetini biz dinden taşkırı ve zıt dep sanayımız. Hem barlık bidayetinin hemmesi azgınlıktır. Barlık azgınlık gumrahlıktır. Gumrahlıktın hemmesi dozukudur. Bu yerde bir botulka Coca-Cola içimligi var. Coca-Cola degen nime? Ben okup bakay. Coca-Cola şirketi işligen ve kaçılgan. Yani şirket adresini mi yazıptı? Hali yaman emestek durudu. Yani bizge bu galite içimliknin terkibini mi köstüp yaptı? Bu obrazlık layıya ve çıraylık kutunun örgüley. Onun dikisi emniyette fakat karbon-2 oksit suyu halas. Yani bir botulka gaz suyu. İçinde gaz cismi var. Terkibi de gaz, şeker, rang maddesi 1,5. Yemeklik kesiltası. Bazıdan tanışmış var iken. Elbette hazır çay ve kahveden ayırgan biyologik asasını işletilgan boldu. Burun kokainini işletetti. Bu nerse nahayeti kızıkarlık. Biz bugün demekçi bolğunumuz Coca-Cola'nın özü emas. Belki Coca-Cola degen bu belge vekillik kılgan ve simbol kılgan mezmundur. Elbette bu Coca-Cola Amerika medeniyetininki tipik vekili hesaplanıdı. Amerika medeniyetinin tipik
simvoli. Navada Amerika madaniyatini bir belgi bilan simvol qilg'il bo'lsa, u chaqda simvol qilingan bu belgi cho'qim Coca-Cola. Bu ichimlik Amerika madaniyatiga simvol qilinishga eng muvofiq keladi. Chunki Coca-Cola materializm madaniyatining tipik vakilidir. Hem bu bir xil iste'mol madaniyati. Bu xil madaniyatning shuari turmushdan bahrilash uchun, ya'ni eng zo'r darajada turmushdan bahrilash uchun sen faqat o'zingning hissiyotini, ehtiyojingni va havsingni qondirishing lozim. Muvaffaqiyat va xo'shallikning birdan bir yo'li maddi boyliqlarni egallash orqali o'zini qondirish. Buni setib olish, uni setib olish. Buningga ega bo'lish, uningga ega bo'lish. Nimani yaxshi ko'rsa, shuni qilish. Nimani yegiz kelsa, shuni yeyish. Nima ish qilg'is kelsa, shuni qilish. Bu qisqagina hayotda o'zining xohlagan ishini qilish. Asli cho'qinishga tegishli bo'lgan ma'bud insonlar asli bo'ysunishga va agishishga tegishli bo'lgani Alloh subhanahu va taolo bo'lmasdan aksicha o'zining hissiyoti va havoyi havsi bo'lib qoldi. Biz buni nafsi xohish deb ataymiz. Al-Havva, hissiyot, shaxsiyatchilik va nafs xohish. Bu Coca-Cola bu hissiyatlarni ta'riflashga haqiqatan muvofiq. Bu xil turmush pozitsiyasiga vakillik qilib qolmay, bu xil ideya va bu xil dunyo qashig'iga vakillik qiladi. Ham bir vaqtda mundaq bir xil qaramoqqa chiroyli, sizning turmushingizga haqiqiy ta'sir ko'rsatgan qarashni targ'ib qiladi. Coca-Cola sizga nima deb keladi? Siz bir yutum ichsangiz, siz darhol bir xil birdamlik rahat yersiz. Bu xil rahat bo'lsa, u bir xil qanoat. Ya'ni xo'shallik his qilish, kuchga to'lgandek his qilish. Bu bo'lsa Coca-Cola ilk-ilg'a hissiyat. Bir yutum ichib, darhol mamnuniyat hosil qilish. Amaliyotda sizning uningda erishganingiz faqat qadit moddasi va ozroq biologik asos xolos. Balkim yana gazning sababidan bir qatim kekirishga noil bo'lishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu xil sezim darhol tövellashga boshlaydi. Siz darhol tövelganligini his qilib yetasiz. Xuddi siz bayan nihoyatda huzur qilib his qilganingizga o'xshash, nihoyatda tez kayfiyatingiz tushkunlashadi. Ham siz yana bir qatam shu xil huzurga erishish uchun texnik ko'plab kola yoki o'xshib ketadigan ichimlik ichishga kirishib ketasiz. Yana bir qatam o'zingizni g'idiqlash uchun. O'zingizning davomli shundoq bir xil huzurdan bahramand bo'lishingiz uchun siz faqat to'xtamay texnik ko'plab ichishingiz kerak. Bu ana shu kishilarning mohiyati. Ana shu havoyi havasga cho'qinadigan kishilarning mohiyati. Ana shu hissiyot va o'ziga cho'qinadigan kishilarning mohiyati. Amaliyotda bu butkul umumiy g'arb dunyosining bir xil yashash usuli. Haqiqatan bu shundoq. Izchil qanoat tuyg'usi mavjud bo'lmagan. Qanoat hosil qilish vaqtli bo'lgan. Faqat vaqtli yuksalish, vaqtli huzur olish tuyg'usi bo'lgan. Uningga erishishlik yagini yanada tushkunlik. Bu vaqtli xo'shallikni qayta barpo qilish uchun biz texnik ko'p iste'mol qilamiz. Biz har xil yo'llarni izlab o'zimizning nafsini qondiramiz. Lekin amaliyotda nafs xohishni mangu qondirg'ili bo'lmaydi. Bu bo'lsa insonga berilgan bir tabir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq deganki, navoda odam bolasi tog'dak oltinga erishsa, u texmi ko'proq erishishni o'ylaydi. Navoda odam bolasiga tog'dak ko'p oltin berilsa, u yana texmi ko'proq erishishni o'ylaydi. Odamning avlodlari, insonlarning nafsi mangu qonmaydi.
Taki o o'lganga qadar. Bizning nafsimiz mangu qonmaydi. Birdan bir bizning qanoat hosil qilgan vaqtimiz bo'lsa, bizning o'lgan vaqtimiz. Shunlashqa mushundaq bir xil madaniyat, navoda biz buni madaniyat, falsafa, ideya deb ta'riflasak, bu madaniyatning shuari hayotlikda xo'shallikqa erishishning yo'li nafsi xohishni qondirish, ya'ni jismoniy, ruhiy va ideyadagi nafsini qondirish. Muvaffaqiyatga erishish bo'lsa, moddiy boylikqa erishish. Amaliyotda bizga ma'lum, bu hargizmi uzun mezgillik qanoat elib kelolmaydi. Biz yaxshi narsa, yangi kiyimlarni sotib oldik, yangi uyga ko'chib, yangi mashina sotib oldik. Lekin bu xil xo'shallik qancha vaqt davomlashar? Necha soat, necha kun va balkim necha yil. Lekin undan keyin biz yana texmi qimmat narsalarni, texmi chiroyli kiyimlarni, texmi tez yuradigan mashinalarni orzu qilamiz. Biz har xil xo'shallik va har xil hayajonga ega bo'ldik. Biz har xil faoliyatlarni qilishga kirishdik. Lekin biz har doim ba'zi bir bizga texmi ko'p hayajon va g'iriqlash elib keladigan narsalarni izlaymiz. Xuddi ba'zi bir kishilar nafsi xohishini qondirish uchun bir kechilik zinaxo'rlikni izlaydi. Hayvonga o'xshash zina qiladi. Lekin yana qanoat his qilmaydi. Chunki sen bir qitim qilib bo'lgandan keyin sen yana boshqa narsalar orqali o'zini g'idiqlashga, o'zini hayajonga solishga muhtoj bo'lasan. Shuning bilan kishilar qadam-qadam tushkunlashadi. Shaylarga oshiq bo'lish, o'pchi zina qilish, bratchivozlik. O'z ayoli turib, uning bilan qanoat hosil qilib qolmay, boshqalarning ayoli bilan ish-bash tortishib yurish. Mana bular qanday qilganda g'idiqlashga erishib bo'lganligini izlashning mahsuli. Bu amaliyot. Sen mangu qanoat hosil qilmaysan. Mayli qanchalik puling bo'lsin, sen texmi ko'pga erishishni, mayli sening imtiyozing qancha ko'p bo'lsin, sen texmi ko'pga erishishni, mayli sen qanchalik go'zal bo'lsan, texmi go'zal bo'lishni orzu qilasan. Mana bu amaliyot. Shunlashqa biz butkul g'arb dunyosiga nazar solsak, biz nimalarni bayqadik? Biz nurg'un kishini ta'jjublantirgan ishlarni bayqadik. Butkul madaniyat butunlay iste'mol qilinishga berilib ketgan. Bularning hammasining natijasi zodi nima? Bularning natijasining hammasi zodi nima? Natijasi dunyoda nihoyatda az bir qism kishilar nihoyatda ko'p qism boylikni iste'mol qilmoqda. 17% odam dunyodagi 70% boylikni iste'mol qilmoqda. 17% odam, ya'ni 7dan bir qism odam dunyodagi boylikning 70%ni iste'mol qilmoqda. Bizga ma'lum, yomg'irli o'rmonliklar buzg'unchilik uchirmoqda. Muhit bulg'unishga uchirmoqda. Dunyodagi bir qism odamlar ocharchilikda qolmoqda. Bir qism odamlar o'lim girdobida o'tirmoqda. Kishilarning asosiy tozalik aslari pokiz ichimlik suvi, bexatar yemakligi, asosiy davolanish sharoiti yo'q. Bularning hammasi qayerda yuz bermoqda? Aşı 3. devlet elleri deb atılayotgan devletler yuz bermoqda. Lekin siz inchkilik bilan bu atalmış devletlarni tadqiq qilsangiz, g'alati ahvollarni bayqaysiz. Ba'zi atalmış 3. dunyo ellerini yemeklik eksport qilib atganligini bayqaysiz. Gerçi ular o'zlari ocharchiq tortayotgan bo'lsa-mu, yana yemeklik eksport qilmoqda. Gerçi ularning o'zlarida yetarli davolash aslihalari bo'lmasa-mu, lekin ular davolash aslihalari ishlab chiqargan xam material eksport qilmoqda. Ularning texi chapini tizidan oshmay turib, gerçi uchsig'i kegida kiyimi bo'lmagan holatdami, ya'ni texi boshqalarga kiyim ishlamoqda. Bu yemekliklar zodi qayerga eksport qilinadi? Bu xam materiallar va boyliklar qayerga ketdi? Yana bu metallar qayerga eksport qilinadi? Ana shu moda kiyimlar
Zada qayerga ketdi? Ularning hammasi qayerga eksport qilinmoqda? Bu narsalarni kim iste'mol qilyapti? G'arb dunyosi. Amerika, Avstraliya, Yevropa. Aşu nüfusu az bir qism davlatlar. Ular dunyo boyligini kontrol qilmoqda, iste'mol qilmoqda va talon-taroj qilmoqda. Nemishqa? Chunki Coca-Cola madaniyatidagi turmush usuli sababidan u sana turmushdan bahramon bo'lishning usulini o'rgatadi. U bo'lsa-mu ko'ngli xohlaganini qilish, o'zingning hayvon kabi tabiatingni qondirish. Bu bo'lsa haqiqat. Bu xil jamiyat, bu xil madaniyatning mavjudligini davomlashtirish uchun cho'qin ko'p qism kishilar nomrodlikda o'tishi kerak. Ular cho'qin siyosiy, iqtisodiy va ideyadagi qo'lchiqni qabul qilish kerak. Chunki g'arb kapitalizm, materializm sistemasi xalqni eksploatatsiya qilib mavjudligini saqlaydi. Ya'ni eng oz badal bilan yemaklik, madan, boylik va ishlab chiqarish kuchiga erishishni o'ylaydi. Ondan keyin qaytadan qochilab, intayin yuqori bahoda sotadi. Bu bo'lsa Coca-Cola madaniyatining mohiyati. Bu bo'lsa materializm falsafasining mohiyati. Bular biz yashayotgan dunyoga xo'ja bo'lmoqda. Amaliyat shuki, g'arb jamiyati o'zining bunday qilmishlarini hargiz to'xtatmaydi. Urush qilish, urushni planlash, urushga qudratlilik qilish, xalqlarni o'ldirgan, bombardimon qilgan, qirg'in qilgan taqdirdami ular uchun baribir. Bularning hammasi shu oxirgi nishonga yetish uchun. Ya'ni siyosiy, iqtisodiy, harbiy jihatda dunyoga xo'ja bo'lish. Nemishqa? Ularning o'zlari aytganidek, o'zimizning qimmatli yashash usulini qo'g'dash. Buni o'zlari aytgan. Buni kichik bo'sh bizga aytgan. O'zimizning qimmatli yashash usulini qo'g'dash. Qimmatlik yashash usuli degini biz xohlaganimizni qilsak bo'ladi degini. Xo'shallikqa erishishning usuli amalning barcha moddiy boylikka egallash. Dunyodagi boshqa kishilarning o'liktirgining biz bilan aloqasi yo'q. Faqat o'zimizla atalmish qimmatli yashash usuliga ega bo'lsak bo'ldi. Mana bu amaliyat. Ularning musulmonlar bilan zot qanday munosabati bor? Nemishqa bir avlod Coca-Cola simam musulmonlar degan temani tanladik. Bizning bu yerda muzokara qilayotganimiz bu bir maydon urush, bir xil to'qinish, bir maydon istutak va qurol bo'lmagan urush. Dunyo qarash o'tirisidagi to'qinish. Ideya ong urushi. Dünya qarshi urushi. Bu bir maydon insonlar tabiatining nemiliki to'g'risidagi urush. Hayotlikning ma'nosi nima? Biz nima uchun bu dunyoda mavjud bo'lamiz? İnsanlarga nisbatan muvaffaqiyat va xo'shallikning haqiqiy ma'nosi zodi nima? Bu bir maydon urush. Bir maydon hozirni o'zida yuz berayotgan to'qinish. Shuning bilan biz yana bir xil dunyo qarashini, yana bir xil ideyani bayqadik. Bir xil butunlay o'xshamagan uqumni bayqadik. U bo'lsa islom. Islomning ilgari surmoqchi bo'lgani butunlay g'arb dunyosiga o'xshamaydi. Islom ta'kidlagan muvaffaqiyat va xo'shallikning yo'li moddiy boylikni egallashni maqsad qilmaydi. Balki
har xil nafsi xohishini qo'g'lish orqali o'zini qondirishga, yana tuyuqsiz hosil bo'lgan qiziqish va hissiyotga erishib ish qilishga buyurmaydi. İnsanlarning haqiqiy ehtiyoji bular bilan faqat o'xshamaydi. Islom amaliyotda shu ozg'unlikdagi va g'azabga duchor bo'layotgan kishilarning o'ziga boshqa bir ma'bud tikilib olganligini ko'rsatib berdi. Nafsi xohishga cho'qingan vaqtingda sen uni o'zingga ma'bud qilib olgan bo'lasan. Amaliyotda shu sening e'tiqoding hisoblanadi. Bir xil cho'qinish bo'ladi. Ayni shu sening ilohing. Lekin u bir batil iloh, bir batil ma'bud. İslam bizga shuni o'rgatadiki, bular insonlarning muvaffaqiyat qozonish yo'li emas. Chunki bu insonlarning asl tabiati emas. İslam bizga yana shuni o'rgatadiki, olamning faqat birli yaratuvchisi bor. U yakka yagona Allohdir. Alloh bu olam va barliq shayni yaratdi. Barliq shaylar buning ichida. U zot maqsadli holda barliq shaylarning mavjudligini saqlab turadi. Barliq shaylarni maqsadli yaratdi. Har qanday bir shayning paydo bo'lish sababi bor. Bunun bilan bir savol paydo bo'ldi. Bizning yaratilishimizdagi maqsad nima? Mavjud bo'lishimizga sabab nima? Biz nima uchun yarashlarda mavjud bo'ldik? İnsanlarning mavjud bo'lishidagi maqsad va sabab zodi nima? Biz xeli ko'p bo'lgan Coca-Cola madaniyatiga aloqador ko'z qarashlarni munozara qildik. Bir xil materializm ideyasi. Undaqda İslam buni qanday sharhlaydi? Qur'on bizga nimani o'rgatadi? Qur'on bizga shuni o'rgatdiki, Alloh subhanahu va taolo bizni ulug' bir maqsadda yaratdi. Qur'onda Alloh taolo men insonni va jinni faqat va faqat o'zimga ibodat qilish uchun yaratdim deydi. Alloh taoloninki men bu oyatining ma'nosi Alloh subhanahu va taolo bizni yaratishdagi maqsad faqat o'zi uchun ibodat qilish. Ba'zi kishilar shundaqmi? Mening mavjud bo'lishimdagi maqsad faqatla Allohga cho'qinishmi deb so'rashi mumkin. Bundaq bo'lishi ularning cho'qinish degan uqumga bo'lgan tushunchasining naqadar tor doirada ekanligidir. Ular materialistik nazariya nuqtasidan cho'qinish degan uqumni tushunadi. Bu nazariyalarning hammasi g'arbning ijodiyati. Ularning xiyolidagi cho'qinish degan sen kunda 5 vaqt masjidga borsang yoki haftada bir qatam shirkovga borsang yoki sen ba'zi diniy murosimni qilib, ba'zi diniy faoliyatlarga qatnashsang, bularning o'zi cho'qinish bo'ladi. Lekin islomdagi ibodat degan bu uqum, biz cho'qinish deb tarjima qilgan bu so'z mo'l va cho'nqur, texnik cho'nqur ma'noga ega. U sen qatnashgan shu faoliyatlarning mazmunlaridan texnik ko'p mazmunni o'z ichiga oladi. İslamda cho'qinish deganimiz bir xil umumyuzlik turmush usuli. Bir xil muqarrar bo'lgan insonning butkul hayotini egallagan uqum deb tushunamiz. Uyqudan uyg'ongandan tortib toki uxlag'icha qadar, hattoki uxlagan vaqtingda cho'qinish doirasi ichida bo'ladi. Cho'qinish ibodat sening butkul hayotini egallashi lozim. Bu nuqtani qanday qilganda amalga oshirg'ul bo'ladi. Qanday qilganda butkul hayotimizga o'zlashtirg'ul bo'ladi. Navoda biz ibodat degan bu so'zning sharhisiga murojaat qilsak, undaqda biz nemishqa Allohning bizni ibodat qilish uchun yaratganligini bilamiz. U nimadan darak beradi? İbadet degan bu arabcha so'zni biz Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan barliq ishlar deb tushunsak bo'ladi. Barliq Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan ishlarni ibodat deyishga bo'ladi. Barliq Alloh yaxshi ko'radigan va Alloh xo'shal bo'ladigan ishlarni qilish ibodat, ya'ni cho'qinish hisoblanadi. Biz odatda ingliz tilidagi bu so'zni ishlatmaymiz. Faqat ibodatga arabcha iborani ishlatamiz. Mayli u qalb jihatdagi va yoki amaliyotdagi harakat bo'lsin. Qalbdagi harakat degan nima? Ba'zi kishilar shunday so'rashi mumkin. Qalbdagi harakat u shunday bir harakatki, masalan, muhabbat, umid, qo'rqish, hurmat qilish, chin ishonish, tavakkul qilish, jiddiylashish,
ya'ni rostchilik. Bularning hammasi qalbdagi harakatning ifodalanishi. Shunga sen taqdingning yetishicha qalbingdagi barliq harakatni jazmlashtirishing kerak. U Alloh yaxshi ko'rgan harakat bo'lishi kerak. Amaliyotga harakat bo'lsa, barliq badanning harakati orqali amalga oshirg'ili bo'ladigan barliq ish. Namoz yoki ro'za, hattoki er-ayol o'ttirishga munosib. Gap qilishing, yo'l minishing, barliq mush ishlarning hammasi badanning harakati hisoblanadi. Shuni sen taqdingning yetishicha Alloh yaxshi ko'rgan ishni qilishing, Allohning ko'rsatmasi bo'yicha minishing lozim. İnsanın bunda harakat qilishga sabab faqat mushundoq qilgandala inson ondan haqiqiy ravishda xotirjamlik, tangpunlik, xushallik va qanoatga erisha oladi. Faqat mushu bir yo'l bor. Buningdan boshqa hammasi xuddi Coca-Cola'ga o'xshash. Bir yutum ichsang darhol ta'sir qiladi. Darhol sana birdamlik rahat beradi. Lekin bular hergiz uzunga bormaydi. Hem de o'xshash tezlikda sening kayfiyatingni buzadi. Amaliyotda u mangu seni qanoatlantirolmaydi. Xuddi ezitqu sana bir xil qisqa mazgillik baxt elib kelgandek xato hissiyot qilishlaydi. Ashu aroqqa mast bo'lib yurgan kishilar, ashu zahar yoki mast qilguvchi dorilarga berilgan kishilar, ularning his qilishi teqimi cho'nqur bo'ladi. Ularning har biri mushu yo'lga kirib qolganligini biladi. Sen aroq ichganingda, sen zahar yoki boshqa dorilarni iste'mol qilganingda, sen ashundoq birdamlik daqiqalarga erishalaysan. Balkim sen heroin cheksang, bir kun huzurlanishing mumkin. Nishi cheksang, balkim shu bir necha soat huzurlanishing mumkin. Ashu vaqt sen qisqa mezgillik xotirjamlik, qisqa mezgillik xushallik his qilasan. Lekin masala qisqa vaqtdan keyinla bu rohatdan asar qolmaydi. Yana bir masala shuki, mushu xil sezimni qaytarib kelish uchun sen texnik ko'p chekishing kerak. Ma'lum bir bosqichga yetganda bular soat qilmaydi. Lekin u vaqt sen xumor bo'lgan bo'lasan. Sen mushu havasning quli bo'lasan, davomli cheksan. Gerçi sen onun sana hiç qanday yaxshilik ilib kelmaydiganligini bilgan taqdirdimi? Lekin sen bu tuyuq yo'lga kirib bo'lding. Sen xumor bo'lding. Bir chekermanga aylanding. Amaliyotda u sana hech nima ilib kelolmaydi. Hattoki shu vaqtga rohatmi qolmaydi. Lekin sen buningga petib ketding. Chekinishga amalsiz qolding. Mana bu amaliyot. Shunga qaramoqqa shu Alloh subhanahu va taologa iymon keltirmaganlar, shu bir bo'lak to'g'ri yo'lga yuz keltirmaganlar va shu bir bo'lak Alloh rizoligini izlamaganlar, ular qaramoqqa xo'shaldak turibdi. Ular xuddi vaqtliq baxt surgandek qiladi. Sen balkim shularning shu vaqtliq baxt surgan minutlarini ko'rgan bo'lishing mumkin. Shuning bilan sen, bular hammasi xo'shal kishilar. Ular naqd yaxshi yashayotdi. Ularning turmush safosi yaxshi deb qolsa. Lekin bu faqat shuning vaqtliq tashqi ko'rinishi xolos. Amaliyotda sen bu xil hodisani yetarli vaqt kuzatsang, navoda sen uni cho'nqurroq kuzatsang, sen uni astoydilroq kuzatsang, bayqaysanki, amaliyotning asli undoq emasligini. Ularning xo'shalligining ancha uzunga bormaydiganligini bayqaysan. Yaqinda Angliyada bundoq bir ish oshkorlandi. Angliya Sahiyya ministri bayonot e'lon qilib, nurg'unlagan yosh ayollarning aroq ichishni boshlaganligi. Bu Angliyaning bir masalasiga aylanganligi. Nurg'unlagan yosh ayollarning ziyoda ko'p aroq ichishni boshlaganligi. Buning bo'libmi shu ayollarning og'zidagi tomoshaga aylanganligi. Hozir Angliya buningda ansirab qolganligini aytdi. Buning ichidagi asosiy bir ehtiyot qilishga tegishli ta'siri shuki, aroq ichish jigarni zaxmlantirishga keltirib chiqardi. Aroq ichish haqiqatan jigarga ziyon elib keladi. Qiziqarli yeri, yaqinda bir parcha maqola uchrab qoldi. Gezitda deyilishicha, ikki xizmatchi qizning ta'lining yomon emas bo'lib, yaxshi xizmatga erishganligi, lekin ular o'zining bir ichirman ekanligini e'tirof qilganligi deyilibdi.
Lekin qiziqarligi shuki, nima uchun? Nima uchun ular aroq ichdi? Ularning aroq ichishiga nima sabab bo'ldi? Ularning javobi shuki, turmush shu qadar ma'nisiz va zerikishlik. Bizning turmushimiz bek zerikishlik va ma'nisiz. Biz nihoyatda tushkunlik va ich siqilish his qildik. Qarmoqqa daqiqalik ozodlikka erishishning birdan-bir yo'li to'xtamay huzur elish deb tushundik. Ya'ni faqat havoyi havas qaynimiga g'arq bo'lib, xohlaganini qilibla, ondan birdamlik ozodlik his qildik debdi. Mana bu ularning degini. Mana bu shu qizlarning geziti yozgani. Maşallah. Ularga nima bo'ldi? Ularning yaxshi xizmati bor, yuqori maoshi, isil uyi, bahrilanadigan yaxshi narsalar bor. Ularga zodi nima bo'ldi? Nima yegisi kelsa shuni yeydi? Nima kiygisi kelsa shuni kiydi? Bu kishilar yana nima ma'nisizlik va zerikishlik his qiladi? Bu zodi nimish? Qandaq narsa zodi ularning ma'nisiz va zerikish his qilishiga sabab bo'ldi? Navoda sen bu misolga qarab baksang, sen nurg'ulga o'xshash misollarni bayqaysan. Sen kayni-kaynida o'xshash hikoyalarni o'tirib chiqqanlarni bayqaysan. Kishilar amalsiz nima uchun deb so'raydi. Nemishqa buncha ko'p to'lg'imi muzika cho'lponlari o'zini vayron qilish yo'lga mangdi. Zahar, haroq, ulib bilish har xil usullar orqali o'zini vayron qilayotgan. Navoda namataq, go'zallik va pul xo'shallikdan derak bergan bo'lsa, u chaqda bu kishilar eng xo'shal kishilar hisoblansa bo'ladi. Lekin amaliyat bunday emas. Amaliyat shunday bo'ladi deb qarg'anlarning xiyolidagi emas. Cho'qim bir yerda masala bor. Mana bu masala dal biz demoqchi bo'lgan masala. Navoda sen cho'nqurlab ko'zalsang, garchi bu kishilar qarmoqqa navoat xo'shal ko'rinsa-mu, qarmoqqa hayot payzini surayotgandek ko'rinsa-mu, amaliyatda ahvol hargiz unday emas. Bu xil turmush usulidan hargiz haqiqiy ma'nodagi qanoat hosil bo'lmaydi. Ham hargiz xo'shallik hosil bo'lmaydi. U xuddi bir ustutga o'xshaydi. Ba'zilar bu vaqtlik minutlarni bir-biriga ulab, moddaga erishish orqali uning sijilligini saqlab qolmoqchi bo'ladi. Qarmoqqa ularning turmushi rostdan nihoyatda xo'shal qurandek. Lekin amaliyotda ular faqat xo'shal emas. Ammo islom ta'kidlamoqchi bo'lgan baxtli turmush usuli buningga faqat o'xshamaydi. Xuddi bizning deb o'tganimizdek amal orqali. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo rozi bo'ladigan shu amallar orqali qo'l keltirib bo'ldi. Bular insonlarning go'zal axloqidan kelgan. İnsanlar qalbining cho'nqur ketidagi baxtga bo'lgan intilishidan hamda haqiqiy baxt va qanoatga bo'lgan kuchli orzusidan kelgan. Islom ko'rsatgan shu baxtga erishgan har qanday bir kishi u eng qo'rqinchli jismoniy va ruhiy jihatga har qanday bir zarbaga bardoshlik bera oladi. Eng nachar muhitda ham yashay oladi. Ular bizda vatqan ana shu eng asosli lazimatli buyumlari sizmi ham yashay oladi. Lekin sen shu kishilarning yanala shu baxt va xo'shalik ichida ekanligini bayqaysan. Amaliyotda ba'zi kishilar, ba'zi musulmonlar, yana shu to'g'ri yo'ldagi islomdagi kishilar, bu xil iymoniy yo'ldagi kishilar bir xil alohida mavqe ichida. Ular yolg'iz moddiy ta'minotni qo'llashadiganlardan emas. Chunki ular ma'lum jihatda moddiyni bir xil to'solg'i deb tushunadi. Moddiy ong haqiqiy xo'shallik va baxtga erishishga bir xil to'solg'i bo'ladi. Bu xil baxt va xo'shallik faqat haqiqiy mo'minga xos deb tushunadi. Shunlashqa ahvol hozir mushundaq bo'lib qoldi. Islomning bu xil turmush usuli ideya jihatda islomning g'arb madaniyatiga nisbatan dushman bo'lib qolishiga sababchi bo'ldi. Bu materialistik
Coca-Cola madaniyatiga nisbatan elib keladigan g'oyat zo'r bir tahdid. Coca-Cola madaniyatiga. Nimishqa? Chunki amaliyotda Coca-Cola madaniyati bo'lsa bir xil nihoyat kasal qoplab ketgan madaniyat. Bu xil kasallik altına ifodalanishi bo'lsa, amaliyotda u cho'qim sening azobing badaliga ondan mavjud bo'lib tura oladi. Bu Coca-Cola madaniyati amaliyotda kishilarning xushal bo'lmasligiga muhtoj. Chunki faqat xushal bo'la olmagan kishilarla rang-barang mallarni sotib oladi. Xushallikdan mustasno kishilarning muzika, kiyim-kechak orqali Hollywoodning o'ydirmalaridan, aroqning mast qilishidan, tan harakatlar qatorliqlardan bequtlashgan turmushini pardozlaydi. Bu baxtsiz kishilar faqat mushu xil pardozlar orqali o'zining bequtlashgan turmushini pardozlaydi. Faqat mushu bir qism narsalar ularga badamli xushallik elib keldi. Shunga ro'y qoldirib ketgan kishilar rang-barang iste'mol qiladi. Mana bu amaliyat. Musulmonlar xushallikda o'zini tutib olmaydigan kishilar emas. Ham yuzaki oldilar xushallik va baxt degan mushular demaydi. Yo'q, hargiz. Bu musulmonlar shu g'arb nazaridagi yaxshi iste'molchilar emas. Ular o'zida bu rang-barang narsalarning bo'lmasligiga ko'ngil bo'lmaydi. Navoda ular shu narsalarga erishsa ular xushal bo'ladi. Agar erishmasa ular yana ularga xushal. Ularga nisbatan farq yo'q. Amaliyotda musulmon mana mushundoq bo'lish kerak. Navoda biz moddiy boylikqa erishsak, bir Allohga rahmat etimiz, xushal bo'lamiz. Erishalmasakmi biz yana Allohga rahmat etimiz va xushal bo'lamiz. Undaqda sen qanday qilib bu xil kishilarni iste'mol qilishga qiziqtirasan? Ular cho'qim sening mollaringni sotib olgan kishilar emas-da. Ular sening shu jurnallaringni sotib olmaydi. Sening muzikalaringni anglamaydi, kinolaringni ko'rmaydi. Ular bir yaxshi iste'molchilar emas-da. Shunga ideya jihatda musulmon g'arb madaniyatiga tahdid. Amalda hattoki iqtisodiy jihatda g'arbga bir xil xatar hisoblandi. Chunki barcha g'arb madaniyati kishilarning baxtsiz bo'lishiga, bexutlashgan, qanoatlanmagan bo'lishiga muhtoj. Bu bir xil haqiqiy tinchlik, xotirjamlik, baxt elib keladigan turmush usuli bor. Sen cho'qim bir quti kola ichib, unda qanoat hosil qilishingning yoki Steven Seagalning musulmonlarni qirg'in qilishda ko'ngil xo'sh hosil qilishingning hojati yo'q. Shundaqmi? Yoki sen muzika anglab, yoki so'ringa qatnashib kechish usuli o'ynab, unda o'zing xo'sh qilishingning zarurati yo'q. Cho'qim Gucci, Armani qatorli tonglik tovarlarni yoki Perkaden, Chanel qatorliqlarni sotib olish orqali huzurlanishingning hojati yo'q. Chunki sen bilasan bular seni ozdirolmaydi. Shunlashqa bu kishilar yaxshi iste'molchilar emas. Amaliyotda bu bir xil eriyadagi tahdid. G'arb madaniyatiga bo'lgan nochis cho'ng tahdid. Shunlashqa biz cho'qim tunib yetishimiz kerakki, bu bir maydon eriya ong urushi. Bizning ko'pimiz bu maydon urushchi turibmiz. Musulmon yoki g'ayri-musulmonlar buningdan mustasno emas. Faqat odatdagi kishilar bu nuqtani his qilmagan xolos. Lekin men qat'iy turda jazmlashtira olamanki, g'arbning shu parda orqasidagi arboblari bu nuqtani tunib yetdi. Shu davlat ataladigan guruhlardagi katta boshlar bu nuqtani allaqachon tunib yetdi. Ular bu tahdidni ko'rdi. Faqat bu islomning haqiqiy turda paydo qilingan tahdidi. Amaliyotda islom normal xalqqa hargiz tahdid elib kelmaydi. Hargizmi? Amaliyotda dal aksicha. İslam dinilar insonlarning inoq jamiyat barpo qilishning birdan-bir vositasi. İnsanlarning haqiqiy xotirjamlik va baxtga erishishning vositasi. Lekin u haqiqatan manfaatga erishgan oz bir qism kishilarga tahdid elib kelmoqda. Bularla emas. Ham islom moddiy bilimchilikni targ'ib qilmaydigan din bo'lg'ach, ham moddiy asos qilgan turmush usuli yoki iriya tuzilmasi bo'lmag'ach, ham siyosiy va harbiy tarafdan aytgandimi, ular islomning kuch sinash kuchisi bo'lanmaydi. Sen o'limni xiyoliga elib qo'ymaydigan, o'limdan qo'rqmaydigan odamni qanday qila olaysan? Navoda o'lish Allohni xushal qilish uchun bo'lsa, ular xushallik bilan hayotini taqdim etalaydi. Iymon uchun o'lishga rozi bo'lgan kishilarga nisbatan sen qanday qila olayding? Sen ashu para olmaydigan kishilarga nisbatan qanday qila olaysan? Ular mol dunyoga qattiq qiziqmaydi. Sening ashu iqtisodiy jazolaring ularga qattiq tahdid elib kelinmaydi. Chunki ular mol dunyoga ko'z qirini solmaydi. Ham sen shuni ko'rasanki,
Gerçi bu kişilerde belki en yeni harbiy aslahalar bo'lmasligi mumkin. Ularda belki en yeni kurallar bo'lmasligi mumkin. Lekin ular harbiy ve siyasi jihatda yanala en çok tahdid. İdeya jihatda ham shundoq. Materializmcha fikr ideyani ozod qilishni nihoyat ta'kidlaydi. Bir xil nihoyat erkin tushunchalar bilan kishilarga g'ayrat va ishonch bag'ishlab, o'rnidan dast turib qarshilashishga, g'arb jangirlarining siyosiy va ideya jihatda qul qilishiga qarshi chiqishga undaydi. O kishilarga jasorat bag'ishlab, o'rnidan dast turishga undaydi. Ular kömsem pişarmı yoki yapsam pişarmı demaydi. Çünkü bu iş onlarning o'ziga nisbatan o'z xohishini va havasini qondiradigan ish emas. Balki ularning ilohini xushal qiladigan ish. Hozir men ozroq tarixga nazar solib boqay. Menchi bu bo'lak mazmun musulmonlarga nisbatan yanada munosabati nihoyatda zich. Navoda biz ozroq orqa qaytib tarixga nazar solsak, nihoyatda ko'p qiziqarli ishlarni bayqaymiz. Biz nihoyatda ko'p intayin qiziqarli ishlarni bayqaymiz. Amaliyotda nihoyatda fojiali ishlar. Hozirgi musulmonlar tarixni tadqiq qilmaydi, tarix o'rganmaydi. Balki men bugun maxsus xristian dinining tarixiga diqqat qilmoqchi. Hristiyan dini. Bu din başlanışta kichikkina bir din edi. Allah xolisi musulmonlar uni haq din deb biladi. Bu Yahudilar rayonidan kelgan din. Ya'ni hozirgi Isroiliya yoki Falastin rayoni. Lekin u vaqtda Yahudilar rayonini Rim imperiyasi besib olgan edi. Bir kishi bo'lib biz uni payg'ambar deb iymon keltirgan kishi edi. U bir payg'ambar bir odam edi. Iloh yoki ilohning bolasi emas edi. Uning ismi Isa yoki Isa ibn Maryam. Maryam o'g'li Isa Yahudilarning Masihi edi. Masih qutqazuvchi degan ma'noda. U kishilarni Allohning haq diniga buyurish uchun avatilgan edi. Kishilar bir yakka yagona Allohga cho'qinishi ham Allohning buyrug'iga itoat qilish kerak edi. Bugun biz Hristiyan deb atalayotgan bir din var. Lekin nurg'ulg'an g'arb olimlarining tadqiqotiga asosan hamda Qur'on buni tasdiq qildiki, hozir biz davatgan bu Hristiyan dini Isa alayhissalom ayni vaqtda taqib qilgan ahkomlarga tubdan o'xshamaydigan bir din. Butunlay boshqacha bir din. Bu din kishilarni bir ilohga cho'qinishga va shu ilohning amriga bo'ysunishga da'vat qilmaydi. Aksicha u bizni Isa alayhissalomga cho'qinishga buyuradi. Hamda bizni Isa alayhissalomni Xudoning o'zi deb ishontirmoqchi bo'ladi. Ham Isa alayhissalomning o'limi bizning barliq gunohimizni yuydi deb qaraydi. Bu albatta men bugun asosliq demoqchi bo'lgan tema va maqsad emas. Men bek ko'p Hristiyan dinininki ahkom va tarixini munozara qilishni xohlamayman. Lekin navoda kim vaqti va qiziqishini ajratib tadqiq qiladigan nihoyatda ko'p g'alitlikni bayqaydi. Shuni bayqaysanki, milodiy 345-yili ayni vaqtdagi dinsiz podshoh Konstantin Rim podshohi Nisiyada Rim hokimiyatini tikladi. U yana hozirgi Turkiya. Milodiy 345-yili dağınlıq Nisiya yig'ini ochdi. U Isa alayhissalomning davridan necha 100 yil keyin bo'lg'aydi. Shu qitimqi yig'inda, ya'ni shu qitimqi Konstantin podshohi tashkiliga yig'inda bir qancha tanlangan Hristiyan katiboshlari amalsiz dinning ahkomlarini tuzashga, aqidaga munosabatlikni tuzashga, Injilga munosabatlikni tuzashga qatnashdi. Hamda barliq Hristiyanlar cho'qim birlikda buningga ishonishni talab qildi. Nemishqa bir dinsiz podshoh, bir 2000 yilga yaqin vaqt ilgari yashagan bir dinsiz Rim podshohi, u nemishqa bunday qiladi? Bir dinga ishonmaydigan Rim podshohi nemishqa? Chunki u vaqtda Hristiyan dini Rim imperiyasiga nisbatan bir zo'r kuch edi.
Konstantin his qildiki, navoda xristianninki ikki qismida ixtilof bo'lsa, navoda xristianlar o'zaro talishib o'tsa, uning butun imperiyasining kuchi bitishit bo'ladi. Shunglashqa o xristian dinininki barliq diniy ahkamlarini birlik keltirmoqchi bo'ldi. Bu yig'inning natijasi shu bo'ldiki, xristian murti tunji qitim amalsiz ularning turib tuzib bergan birlik kelgan ahkamlarga ishlashga to'g'ri keldi. Keyin kishilarga tanishlik bo'lgan Asanaziyas nizomi bo'ldi. Ya'ni hozirgi biz bilgan 3 gavda bir tan nazariyasi. Ya'ni Aysa alayhissalom ilohdir. O ilohning bir gavdasi degan quruq safsata. Hamda shu qitimliq yig'inda atalmış 4 İncil kitobi tanlanib chiqdi. Lekin zodi nima ish yuz berdi? Rim tuyuqsizli bir xristian dinining markaziga aylandi. Muqaddas Rim imperiyasi degan nomi bilan mashhur bo'ldi. Lekin haqiqatda zodi nima ish yuz berdi? Bu qiziqarli bir ish. Zodi xristian dini Rim imperiyasini bo'ysundirdimi yoki Rim imperiyasi xristian dinini rimlashtirdimi? Munda chiqilib desak, xristian dini Rimni bo'ysundirdimi yoki amaliyotda Rim xristian dinini bo'ysundirdimi? Navoda kuzatsan shuni bayqaysanki, Rim imperiyasining xristian diniga bo'lgan ta'sirining Aysa alayhissalomning asli ahkomlarining Rimga bo'lgan ta'siridan cho'ngligini bayqaysan. Amaliyotda men ayni vaqtda katolik dini bilan tanishganimda men Rim va Gretsiya afsonalarini tadqiq qilyotdim. Men tadqiq qilayotgan jarayonda Rim afsonalari bilan mashangan katolik dini bilan kishini hayron qoldirgudek o'xshashlarini bayqadim. Rimda 3 gavda bir tandan iborat iloh bor. Sirtanilias, Solventikes, Misra de iborat. Misra o Xudoning o'g'li. O Xudo hamda dunyodagilarining gunohini yuydigan qutqazg'uchi. O 12-ayning 25-kuni Rojdestvo bayramida tug'ilgan. Kishilar uningga ishonsak va uning uchun xizmat qilsak, gunohdan xoli bo'lamiz deb aqida qiladi. Mana bu yangi hayotga erishishning bir yo'li deb tushunadi. Rimliklar ularning xudosi uchun ibodatxonalarni soldirdi. U yerda ular ibodat qiladi va uningdan yordam tilaydi. Shuni sen bu xil tilak tilasan, bu xudodan tila, yoki sen u xil tilak tilasan, u xudodan tila. Katolik diniga o'xshash, yutgan narsani deb o'ylash uchun sen Antoniyoga ibodat qiladi. O'ydan chiqqanda xayrlik bo'lishni tilasa, sen Kristofga ibodat qiladi. San'at bilan shug'ullanuvchi bo'lsa, sen Lukaga ibodat qilish lozim. Bu xuddi Rimda o'xshamaga iloh, o'xshamaga ishlarga mas'ul bo'lganidek, bu o'xshash emasmi? Bu men ishongan katolik dinining ta'limoti bilan favqulodda o'xshib ketadi. Bir mezgil o'tib, men rasmiy bu masalalarni tadqiq qilishga boshlaganda bo'lsa, men his qildimki, haqiqiy sabab xristian dini o'zgarib ketibdi. Rimning g'ayriy dini bilan qat'iy farqi qolmabdi. Dini nazariyasi butunlay o'xshashgan. Ularning asosiy diniy ahkomlaridan biz shuni ko'ra olamizki, navoda inchkilik bilan ularning ta'limotini yig'inchoqlasang, sen shuni bayqaysan. Rimning g'ayriy dini bilan xristianlarning xristian dini nihoyatda o'xshab ketadi ekan. Asosiy jihatdan farqi yo'q ekan. Bu mening Coca-Cola musulmon avlodlariga munosabatlik temini tafakkur qilishimga turtki bo'ldi. Biz odamlarning "Maşallah" deganini anglaymiz. Bu so'zni tushuntirmoqdasiz. Shuni men yana vaqt sira qilib o'tirmay, "Maşallah. Maşallah. Sen bilasanki 11-sentyabrning natijasi nihoyat yomon bo'ldi. Lekin buningdan keyin nurg'unlagan kishilarning musulmon bo'lganligini ko'rdim. Haqiqatan shundoq. Hozirga qadar sanoqsiz kishilar islomga qaytdi. Angliyada men o'z ko'zim bilan ko'rdim va Amerikada matbuotdan o'qidim. 11-sentyabrdan buyon nurg'un odam islomga kirdi. Bu zodi nimishqa? Chunki bu ish ularning islom dinini tadqiq qilishiga, Qur'on o'qishiga, islom dinining nimani targ'ib qilganligini bayqashga turtki bo'ldi. Ondan ular islom dini kishilarning dinidek emasligini, bu terrorizm va qonli urushning dini emasligini bayqadi. Kishilar aslida buning haqiqat ekanligini, Xudo tarafidan kelgan haqiqat ekanligini bayqadi. Oxirda u xo'shallik bilan islomni qabul qildi. Lekin men qaytadan tafakkur va tahlil qilib, hozirgi ahvolga qarasam, musulmonlarning so'zlarini tadqiq qilsam,
Bunun içinde Müslüman rahber ve alimlerimiz var. İşkillab yana Müslümanların hozirgi ahvolini, Müslüman elleri rahberleri, alimleri ve devletlerinin pozisiyasını tadqiq qilsam, menda bir savol paydo bo'ldi. Rostilla biz ko'rayotgandek g'arbliklar turkumlab islomga kiryaptimi? Yoki biz ko'rayotgan bu islom turkumlab g'arblashyaptimi? Kishilar musulmon bo'ldimi va yoki islom tadrijiy g'arblashyaptimi? Rostilla biz musulmonlarning sepi zo'rayaptimi va yoki amaliyotda bo'lsa biz Coca-Cola simon musulmon avlodlarga aylandikmi? Boshqacha qilib aytganda, ular o'zlarini musulmon deb ataydi. Qaramoqqa islomga e'tiqod qiladi. Ularning deyishi Qur'on qishinidi, hattoki kunda 5 vaqt namoz o'taydi. Ramazonda ham ro'za tutadi. Ular ham zakot beradi. Lekin yana bir tarafdan sen ularning ideya, aqida va nishonlarini tekshirganingda sen ularda shundoq bir abjashlikni his qilasan. Ular bu yerdan azroq elib, u yerdan azroq oladi. Ular haqiqatan Allohning roziligini istamdi. Allah yaxshi ko'rgan ishlarni qilyapti. Yoki ular bir xil murassiyachilikni amalga oshirish uchun tirishyapti. Bir xil hammaga bo'lib keladigan amal izlayapti. Qandoqsiga biz musulmon deb bo'lib, ondan davomli iste'molchi bo'laversak bo'ladi? Nemishqa biz yana davomli iqimga ergishimiz? Bu men tafakkur qilgan narsa qarindoshlar. Hozir bir xil kasal musulmonlar orasida tarqalmoqda. Mundaq bir xil kasallik bor. Ideya, fikr jihatdagi raqiblarimiz xo'shallik bilan targ'ib qilib, tashviq qiladigan. Bu ularning bizni nima uchun ikki guruhga bo'lganligining sababi. U tarafda bo'lsa atalmış mo'tadil musulmonlar. Bu tarafda asli din targ'ibotchilari bo'lgan musulmonlar. Ular biz mo'tadil musulmonlar bilan munosabat qila olamiz deb o'ylaydi. Ular bundan nihoyat xo'shal. Chunki mo'tadillar Coca-Cola simon musulmonlar. Coca-Cola simon musulmonlar shundoq deydiki, biz musulmonlar, biz namoz o'qiymiz, lekin biz xo'shallik bilan demokratizmni hamma dinlar inoq birdek degan huquqni qabul qilamiz. Biz ko'p qo'tullik bo'lish jamiyatning taraqqiyotiga moslashmay qoldi deymiz. Biz xo'shallik bilan bu siyosatlarga ergishimiz. Hozir biz ayollarni ozod qilmoqchi, hamda ularning tashviq qilgan usuli bo'yicha ayollarni ozod qilmoqchimiz. Albatta, u yana boshqa bir tema. Biz xo'shallik bilan o'sim, ra'ni qarzi va istirohani olamiz. Muzika, kinoda o'zirilamiz. Biz Coca-Cola musulmonlar emasmi? Buningdan boshqalari hammasi islom asliyatchilari. Islom asliyatchisi degan nima gap? Navoda sen haqiqiy uning e'tibor bersang va diqqat qilsang, bu atalmış islom asliyatchilari albatta bularning orasida ba'zi kishilarning fikri sal chekda oshgan. Ba'zi kishilar islom yo'l qo'ygan chekdan eshib ketdi. Ba'zi kishilar islom nomidan jinoyat o'tkazdi. U islomdan kelgan emas. Men ularning ichidagi hech kimni xolamoqchi emas. Shunlashqa sen mening nima demoqchi ekanligimni tushun. Lekin mushu islom asliyatchisi deb atalgan guruh ularning haqiqiy qarshi turdig'ini nima? Sen ishkirlab tushunib tekshirsang, zori nima ish yuz berdi? Bu islom asliyatchilarining masalasi nima? Ular nima demoqchi? Ular dediki, islom bir butun yashash usuli. Biz cho'qim haqiqiy musulmon bo'lishimiz kerak. Biz cho'qim oilamizda islomni turg'izishimiz kerak. Shaxsiy oila, siyosiy va iqtisodiy turmushda islomni turg'izishimiz kerak. Musulmon bo'lish faqat kunda 5 vaqt namoz o'qish emas. Balki Qur'ondagi barliq hukmni qabul qilish. Bizning cho'qim tirishib qilayotgan barliq ishimiz, o'ylig'inimiz, deganimiz hammasi Alloh roziligi uchun bo'lishi kerak. Bular biz tayinlayotgan qonun nizomlarini o'z ichiga olish kerak. Jinoiy ishlar qonuni, nikoh qonuni, xalqaro qonuni, islom barliq ishlarni o'z ichiga olgan. Bularning hammasini Qur'on allaqachon o'z ichiga olib bo'lgan. Chunki islom bir butun yashash usuli deydi. Bu kishilar hozir nihoyat xatarli kishilar deyilmoqda.
Oşu islom asliyatchilari. Kishilar ularning haqiqiy ideya fikrdagi raqiblar ekanligini his qildi. Kishilar ularni islom asliyatchilari deb ataydi. Amaliyotda ular Coca-Cola sima musulmonlarni yaxshi ko'rdi. Ular islomni g'arbga yetkazgani yo'q. Balki g'arb jamiyati allaqachon ularni g'arblashtiribdi. Hozir islomda bir xil g'arblashgan qarash bosh ko'tarmoqda. Hamda bu xil qarashning bozori nihoyat yaxshi. Gerçi shu o'zini islom asliyatchisi deb olgan kishilarning ular odatda ham g'arbning fikrining ta'siriga cho'nqur uchrayotganligini bayqaysan. Rost gapni qilsam, navoda sen o'zingni o'xshab ketadigan ahvol bormi yo'q deb so'rasang, mendimi balkim ba'zi Coca-Cola sima musulmonlarning alaydiga bo'lishi mumkin. Shundoq, men rost deyman. Men chuqur o'zimga samimiy bo'lishim kerak. Garchi hozir bu yerda nutq so'zlabmi o'ylaymanki, bu shundoq qilish barobarmi? Men bu yerda buni tanqidlab, uni tanqidlab, balkim o'zimda nurg'un kamchiliklar mavjud. Balkim ichidagi nurg'un shayni o'zim nihoyat yaxshi ko'raman. Amaliyotda nurg'un shayni yaxshi ko'radiganligimni e'tirof qilaman. Nurg'un g'arbning naslini men yaxshi ko'raman. Ba'zi şeyler belki ancha güzel emas, lekin butunlay yaxshi ko'rmasa bo'lmaydigan bo'lishi bilan atayin. Allohga hamdlar bo'lsinki, islom haqiqatan güzel e'tiqod. U mukammal e'tiqod. Sen turmushdagi barliq güzel şeylerden bahrilansang bo'ladi. Haqiqatan hayotlikdagi barliq güzel şeylerden bahrilansang bo'ladi. Sen bu dünyadaki tovar ve başka şeylerden bahrilansang bo'ladi. Sen butunlay bunda qilsang bo'ladi. Sende bir tane isil mashina bo'lsa bo'ladi. Sen Coca-Cola içsang bo'ladi, azroq Coca-Cola içsang hech kim bo'lmaydi. Çeklengen ve haram emas. Sen Nike kiysen buludu, kılsan buludu. Sen Wrangler markalık padişler işlerini kiysen buludu. Kalsanla bu çeklengen emas. Çeklengen emas. Lekin mühim nokta şu ki, men aldıda tılga algandek, biz bunu hayattaki xoşallıkның mənbəsi de düşünüp olmasligimiz lazım. Başka çıkarıp aytkanda, bularga erişelsek nahayati yaxshi. Navada erişemesek yeneli yaman emas. Navada mening esil bir mashinam bo'lsa, alhamdulillah, Allohga rahmat va hamdlar bo'lsin. Lekin navada bo'lmasa, yeneli Allohga rahmat, men yeneli qanoat asıl qilaman. Lekin qarindoshlarning amaliy ahvoli shuki, hozirgi ko'p qism musulmonlar bu xil holatda emas. Bu bizning hozirgi amaliy ahvolimizmi emas. Navada biz shu esil mashinaga ega bo'lolmasak, biz xushal bo'la olmaymiz. Navada o'zimizning uyi bo'lmasa, biz xushal bo'la olmaymiz. Navada ko'rinarlik kirmimiz bo'lmasa, biz xushal bo'la olmaymiz. Navada chiroyli kiyimlarimiz bo'lmasa, xushal bo'la olmaymiz. Mana bu dal bizning nafsimizdan chiqib ketganligining signali. Mana bu ameliyat birodarlar, hemşeriler. Bu işlerde biz özümüzni ıslah qilishimiz kerak. Bazı nihayet cezimleştirgi bulurga işler var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o şundak ahvallarını tilga elib bizge bisharat bergen ve agahlandırgan. Yani bu ümmetke nisbeten en ansiraydiginim Allah'ның dünyanın darvasını açıp etişi degen edi. Biz üçün dünyanın darvasını açıp etişi. Hem de biz aşın nersler üçün başkalar bilen talışımız, öz ara rakabetlişimiz. Allah'ını hoş kılış üçün emez, fakat aşın nerslerge eriş üçünla degen. Ameliyette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytgandek nurgun işler bu günde ispatlandı. O dedi ki, uzunga barmay, her qaysi milletler birleşip turup sizlerinin mallarını yutup ketidi. Xuddi sizlerni bir qatimli keşitdemoq chaqirgan o'xshash. Şunun bilan sahabeler so'raydi: "Hey Allohning rasuli, u bizning sonimizdan ozligidan bo'lganmi ya Rasululloh?" Bizning ozligidanmi? Ular o'ylaydiki, dushman bizning zaminimizga tajovuz qilishdan, mallarimizni egilib olishdan birdan bir sababi shuki, bizning sonimizning hayt ozligidan, o'zimizni qo'g'dashga amalsiz qolganligimizdan bo'lgan. Sahabeler mana shunday o'ylagan. Biz chuqumni hayt oz, o'zimizni qo'g'dashga amalsiz. Lekin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deydi-ki, "Yo'q, sizlarning soninglar natijiq bo'ladi. Ko'pliginlardan xuddi dengizning ko'pikchilarida ko'p. Lekin sizlar xuddi kelkun axlatni yiqitib ketgandek kechirib ketisizlar", deydi. Ya'ni soninglar nati ko'p bo'ladi, lekin sizlar axlatga o'xshaysizlar. Sizlarning safaringlar kelgusdan nati tuvan bo'ladi demakchi. Yani deydi-ki, Allah sizlerinin hayvatinglardan ko'tarib o'tadi. Yani düşmanlar sizlerden korkmas bulup ketadi demekçi. Yani deydi-ki, Allah vahhanni qalbinglarga soladi. Sahabeler deydi-ki,
Ya Rasulullah, vaqhan degan zodi nima? Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deydi-ki, hubbu dunya ve qariyatu maut. Yani ma'nisi dunyoni qo'g'lishib, o'limdan qo'rqish. Xuddi bizni ko'rganimizdek, bugun dunyoda 1 milliard 600 milyon musulmon yashaydi. Dunyodagi eng cho'ng din hisoblanadi. Dunyoda her 5 kişinin biri musulmon. Xuddi dengizning ko'pigiga o'xshash. Biz nimani bayqadik? Biz ko'rdik. Düşmanlarımız ziminlerimizni egallab bo'ldi. Ular bizning nefret ve boyliqlarimizga his qilmoqda. Ular bizni siyosiy va iqtisodiy jihatdan kontrol qildi. Hattoki shunday deya olamizki, ular hozir tadrijiy bizni ideyamizni kontrol qilmoqda. Nima uchun? Chunki amaliyotda biz ularga o'xshab ketdik. Biz ularning turmush usuliga tiz tutdik va ergishishga boshladik. Biz bu xil turmushni yaxshi ko'rishga, orzu qilishga, bu xil turmushdan huzurlanishga boshladik. Hamda bu turmushning barliq tarafi bu xo'shallikning makoni, baxtning qo'rg'oni deb o'ylashga boshladik. Bu haqiqatan bizning hozirgi holimiz ekanligini bayqaymiz. Amaliyat shuki, bu dunyo faqat vaqtlik o'tan xolos. Biz bu planetda vaqtliqla turamiz. Bizning bu dunyoda hayotimiz nihoyatda qisqa. U dunyo haqiqiy mangu va o'zgarmas. Shunga men ba'zi bir yuqorqilarning alameti deb his qilgan ishlarni yozib chiqdim. Ba'zilarini biz ko'ralaymiz. Ba'zilari o'zimizda mujassamlashgan. U barliq Coca-Cola siman musulmonlarning belgisi. Bir ishni men asli qilishni o'ylagan. Bas. Men rastilla bu kola qutisini silkimoqchi emas. Ha bo'pti. Navoda men rastilla uni ochsam, meningcha bo'lganda sizlar nima ish yuz berganligini bilasizlar. Agar sen silkib turib ondan ochsang, sen bilasan nima ish bo'lganligini. Hamma yerga cho'chiraydi. Barliq kola eqib chiqib, azroq mushunchalik oshidi. Butun badaniga cho'chiraydi. Shilimshiq kishini bezar qiladi. Anda sana azroq ishib qolgani, battam suyuqliq. Really? Battamligidan ko'ngilni ilishtirdigan azroq suyuqliq butilkada ishib qoladi. Bu birinchi savol. Biz musulmonlar shunga o'xshaymiz. Ba'zilar keldi. Bu xil nutq yoki u xil nutq so'zildi. U bizga qalbdan larziga soldigan hayajonli nutq so'zildi. Nutqdan keyin har bir aylanning qini qizladi. Ularning hammasi hayajondan xuddi buningga o'xshash qildi. Ondan 3 kun yoki 3 oy yoki undan uzoqroq vaqtdan keyin nima qiladi? Hech nima qolmaydi. Hech nima yo'q. Azroqmi aytilgudek narsa qolmaydi. Hattoki qilchilik asligidek narsa qolmaydi. Biz mushundaq bo'lib qoldik. Xuddi g'ariblikka o'xshash. Ular mushundaq. Bilasizlar, ular noatiyatchan. Oldiga dastlabkaniga qarab, buningga yordam berib yoki uningga yordam qilib, ularning hammasi ularning qinni qizitib, simptomning maqsadini aytib, mushunga o'xshash. Lekin 3 haftadan keyin ular buning hammasini butunlay unutib ketadi. Agishib keladigani nima? Keyingi xabar nima? Keyingi ish nima? Ular unutuydi. Muqim bir nima yo'q. Biz hammamiz nihoyat hayajon, biz muhitni o'zgartirishni niyat qilamiz. Biz cho'qim bir ishlarni qilishimiz kerak. Biz dunyoni qaytada yashillikqa purkishimiz lozim. Biz bir hal hayajonlimiz. Tashlandiq usul va qutisini qayta ishlab chiqargan bo'lgan axlasani qo'lga olib tashlaymiz. Yaxshi qilding birodar. Biz cho'qim qattiq o'zimizni to'sishimiz kerak. Shundoq, amaliyat shundoq. Shuni biz qaytadan shuar chiqib va qaytada harakat qo'zg'aymiz. Bu yangi ishlar xuddi Coca-Colaga o'xshash. Sen uni silib qo'ysang push. Lekin nima ish qiladi? Musulmonlar xuddi shularga o'xshash hissiyatchan bo'lib ketdi. Biz barliq ishlarda hissiyatga ergishimiz. Barliq ishlarga hissiyat bilan muomala qilamiz. Ichinarli yeri shuki, ba'zida hissiyatga tayanib ish qilish nihoyat qo'pol bo'ladi. Lekin bu islomning usuli emas. Bu islomning usuli emas. Musulmon hissiyatchan bo'lmasligi kerak. Asli musulmon Allohning ko'rsatmasi bo'yicha, hadisning ko'rsatmasi bo'yicha bo'lishi kerak. Hissiyatga ergishishni hech qachon islom ta'kidlagan emas. Biz faqat Alloh yaxshi ko'rganni yaxshi ko'ramiz. Balki biz
amalsiz nurg'un sinoqlarga va mushaqqatlarga duch kelamiz. Lekin agar Alloh bizni sabatli qilsa, u chog'da biz sabr qila olamiz. Biz qarshilik ko'rsatishga to'g'ri kelganda cho'qim qarshi chiqamiz. Lekin bu cho'qim Allohning yo'li va ko'rsatmasi bo'yicha bo'lishi kerak. Lekin biz bu shunday qildik qarindoshlar. Biz nihoyatda hissiyotchan kishilar to'pi bo'ldik. Hamda sana va menga bu haqiqatni aytib ro'shan. Ular xabarda Bosniya cho'qirg'inchilarini e'lon qilgan vaqtda biz tirishib u yerga yon turdik. Saxovat buyumlarini ayni yillari Yevropada kishilar nurg'un mallarni u yerga berdi. Hozir u yerda masala yetib boshqadak, lekin kishilar ularga nazar solmaydi. Chunki undan keyin kishilar yana Kosovo masalasiga nazar soldi. Kosovo masalasidan keyin yana Checheniya masalasi. Kishilar Checheniya masalasiga diqqat e'tiborni sundi. Ular qanday bir nimani oldimizga sunsa biz shunga inkas qaytargan bo'ldik. Mana bu hissiyotlashganlikning ifodasi. Musulmonlar bundoq bo'lmasa kerak edi. Bu bizning ilmsizligimizdan ham kuzatishimizning yetersizligidan bo'lgan. Biz mushundoq ahmoq bo'lib ketdikki, hattoki aqidamiz mushundoq. Mana bu birinchi masala. Men faqat bu yerda ba'zi misollarni keltirdim xolos. Yana har bir odam bilan munosabatli bo'lgan ish nikohdir. Bizning nikoh tutgan qarshimiz. Biz nikohga qanday qarayapmiz? Oxirida men ba'zi bir sinoqlarni ko'pchilikka so'raman. Biz tezlikda ko'rib boqaylik. Sen Coca-Cola musulmonmi yo emasmi? Mening oxirida aytganim sen Coca-Cola musulmonmi yoki emas? Amaliyotda biz o'zimizni tekshirib boqamiz. Mushu savollar orqali tekshiramiz. Buni bilan sen o'zingning Coca-Cola musulmon yoki emasligini bilalaysan. Savolimizning birinchisi Coca-Cola musulmon yoki emas haqidagi birinchi savol. Birinchi savolni anglang. Sizning iymoningiz. Iymonning ma'nosi. Bu ham boshqa bir tema. Mening hozir ko'p degim yo'q. Musulmonning ko'pchiligi nimaning iymon ekanligini biladi. Biz zo'rlab buni e'tiqod deb tarjima qilamiz. Sizning iymoningiz doim goh o'rlab, goh tuvallab turadi. Bu birinchi savol. Sizning iymoningiz mushuning o'xshash turaqsizmi? Sizda mushundoq sezim bormi? Sizning e'tiqodingiz turaqsizmi? Navoda mushundoq bo'lsa, siz o'zingizning Coca-Cola musulmon ekanligingizga bir nomer qo'shing. Ikkinchi savol. Ikkinchi savol. Albatta bu tartibga asosan tuzilmagan. Sizcha faqat bir ayolga ega bo'lish kerakmi? Bu oldikilik tartib bo'yicha tuzilmagan. Navoda siz bir ayollik bo'lish kerak desangiz, u chog'da o'zingizga Coca-Cola musulmonligingizga yana bir nomer qo'shing. Sizcha nikoh faqat oddiy muhabbatning birlashishimi? Yoki bir xil musulmonlar munosabatini kuchaytiradigan tugunmi? Navoda siz nikoh faqat muhabbatlashish desangiz, yoki Hollywood yoki Bollywoodning kinolaridek desangiz, u chog'da Hollywoodlashishingizga yana bir nomer. Hollywood musulmon, yo'q, Coca-Cola musulmonligingizga. Uchinchi savol. Üçüncü savolga quloq soling. Siz faqat 2-3 bola tug'ib, guhardek paplab boqmoqchimi? Yoki bir futbol komandasi tashkilligida tug'moqchimi? Navoda siz faqat 1-2 bola olmoqchi bo'lsangiz, navoda siz 1-2 bola tug'ib, ularni paplab yaxshi beqishni planlagan bo'lsangiz, siz shaksiz Coca-Cola musulmon hisoblanasiz. Absolutely. Bu shaksiz Coca-Cola musulmon bo'lganlikning ro'shan belgisi. G'arb madaniyatiga asir bo'lganlik. Sen bir nutq qilganingda, sen bir nutqqa uchrab, uning so'zligini nihoyat yaxshi ko'rding. Sen uning imzosini olgan bormi? Olgan bo'lsa sen Coca-Cola musulmon, hamda o'zingning Coca-Cola musulmonligiga yana bir nomer qo'y. Sen sinalg'udan va yoki unalg'udan bilim olishni bekak yaxshi ko'ramsan. Yoki bir ilm ahliga ergishib, bilim tahsil qilishni xohlamsan. Navoda sening ilm olishingning birdan bir vositasi sinalg'u yoki unalg'u materiallar bo'lsa, unda o'zingning Coca-Cola musulmonligiga yana bir nomer qo'sh. Sen ashu moda muzika va yoki kino do'konlarining doimli xaridormi? Agar shundoq bo'lsa, sen Coca-Cola musulmonligiga yana bir nomer qo'sh. Sen şu moda muzika cho'lponlarininki kiyimini plastinkisini taqozolik bilan kutib o'tamsan. Yoki keyingi islom asarlarini mi? Her ikkisi bo'lsa, navoda ashu cho'lponlarning naqsh plastikisi bo'lsa, ularni unutib ket. Sen hattoki musulmon doirasida emas. Navoda Alloh xolisa sen musulmon doirasida. Sen musulmon, lekin bu yaxshi qiliq emas. Sen cho'qim Coca-Cola musulmonligiga 2 nomer qo'shib ber. Navoda islomiy asarga erishishni o'ylasang, nihoyat yaxshi, masala yo'q. Agar ikkinchisi bo'lsa 1 nomer qo'sh. Chunki Coca-Cola musulmonning tarafi buningdan qilib beqish.
Onundan qilib beqish degandek. Navada ikkilisi bo'lsa, o'zingga bir nomer qo'sh. Sen ko'p vaqt sarf qilib, moda jurnali yoki xotut jurnal o'qimsan. Ular ma bu nihoyat moda jurnal ekanligini aytdi. Yoki boshqa modaga munosabatlik havsing bormi yoki qiziqishing bormi? Sen bu narsani o'qish va ko'rishga ko'p vaqt sarf qilamsan. Futi, chet el film to'rbitida programmalarni ko'rish kuchi. Futi, bizni angliyacha ingliz tilida futi deb o'qiladi. Sen ko'p vaqtingni nimaga sarf qilasan? Ko'plagan jurnallarni o'qishqimi, qiziqishingni qo'g'lashqimi yoki futida programmalarni ko'rishqimi? Yoki vaqt sarf qilib Qur'on o'qishqimi va islom bilimlarini o'rganishqimi? Navoda ko'plagan vaqtingni qiziqishing uchun sarf qilsang, men qiziqish harom demoqchi emas. Balkim sen ko'p vaqt sarf qilgan bo'lishing mumkin. Undaqda sen Coca-Cola musulmonligini yana bir nomer qo'sh. Yana bir savol. Sen Üsüm ve icari ilişqa erismi? Qarindoshlar, agar sizlar üsüm ilişqa erisman bo'lsanglar, sizlar Coca-Cola musulmonliklaringa 5, 10, hatta 15 nomer qo'shsanglar bo'ladi. Inshaalloh, yuqoridagisi meni yig'inchoqligim, ko'pchilikning Coca-Cola musulmon yoki emasligini ko'rib beqish uchun. Inshaalloh. Men ko'pchilikning bulardimmi bek ko'p nomer olmasligini umid qilaman. Men sizlarga ham o'zimning qancha nomer olganligimni deb bagim yo'q. İnşallah Allah bizni yetaklasın. Bizga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Biz shu nomerlarga ancha eran qilib ketmasak mi bo'ladi? Albatta qarindoshlar, bizning munozara qilayotganimiz bir muhim mazmun va ahamiyatga ega ish. Shunlashqa qarindoshlar, garchi oxirida biz erkin kayfiyatda oxirlashtirgan bo'lsak-mu, lekin ba'zi ishlarni biz cho'qim tafsiliy tekshirishimiz kerak. Haqiqiy tekshirib tafakkur qilishimiz lozim. Chunki u qiyomatda bizning oxiratligimizga munosabatlik. Hamda bizning oxiratimizga munosabatlik bo'lib qolmasdan bizden en ahırkı birer joyimiz var, yani xo'shallik mu yoki nadomat mu, jannat mu yoki do'zax mu? Hem bizning mushu dunyodagi qalbimizning haqiqiy holati bilan munosabatlik. Biz haqiqiy xo'shal kishilar mu? Haqiqiy qanoat va xotirjamlik his qildikmi? Yoki faqat birdamni xo'shallik his qilgan bo'ldikmi? Amaliyotda hayotimiz balaqazaga erishib xorab ketyotdi. Biz to'xtamay iste'molchilardan bo'lib, o'zimizni vayron qilamidik. O'z qo'limiz bilan bizning jamiyatimizni, dunyomizni vayron qilandik. Biz Allohdan bizni bu xil oqibatdan saqlashini tilaymiz. Salli ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam. Va jazakallohu xayr. Va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.